Assalomu alaykum, bizni YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan yurtdoshlar. Agrosat profilida yangi navlar chiqib bormoqda. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yasizlar. Bittadan hozir Samanta anjir shoftolisini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bugun 12-iyun sanasi 2025-yilda qora qizil bo'lib, baxmal bo'lib yetildi. Mana holatini ko'ringlar. Mana anjir shoftoli Samanta navi, uchida yorug'i bo'lmaydi. Shunisiga e'tibor berasizlar. Bog'ning asosiy ko'rinishi hammasida bir xilda hosil olgan. O'ta baxmal bo'ldi-da bu hozir. Buni qaranglar, qorayib yetilganini. Videoga like bosib qo'yasizlar bittadan. Mana ko'ryapsizlar holatini. Xo'p, boqmoqchi bo'lganlarga tavsiya qilamiz. Boq qilishni daromadi yaxshi. Ertagi navlardan boq qilish tavsiya qilamiz. Samanta anjir shoftolisi hozirgi kunda yaxshi tanlov bo'lib turibdi. Mana holatini qaranglar. Yirik bo'lib beradi, mayda bo'lib qolmaydi. Mana. Bitta sizlarga hozir kalibrini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, 60, 70, 75, 80, 85, xo'p 90 ni uramiz. Mana 90 kalibr. Qani, bismillah. Xo'p, 90 kalibr mana. Ko'ryapsizlar? Sal raznicasi bor. Atak 85 plus 90. Endi mana 85 ni bitta urib ko'ramiz hozir. sakson besh mana 85 kichkinalik qilyapti, o'tmayapti ag'iga. Mana bunisi 85. Bu tushmayapti. Xullas 85 plus 90 kalibrga chiqyapti Samanta anjir shoftolisi. Bemalol ko'chatlariga buyurtma beraverasizlar. Boqmoqchi bo'lganlar past raqamlar qoldirib qo'yapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar o'zimizga. Agrosat profiliga obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Videoga bittadan like ni bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom eting.